Keyingisi, kofeni qanday ichgan ma'qul? Achchiqmi yoki sutlimi? Bu savolga javob sizning maqsadingiz, salomatligingiz va ta'bingizga bog'liq. Masalan, achchiq kofe, ya'ni qora kofeda agar siz ertalab tetiklanmoqchi bo'lsangiz, konsentratsiyangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, metabolizmingizni tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, achchiq kofedan foydalanishingiz mumkin. Agar kaloriyani nazorat qilayotgan bo'lsangiz, qora kofega sut yoki shakar qo'shmasdan iste'mol qilsangiz, deyarli 0 kilokaloriya beradi. Ya'niki qandaydir dieta yoki parhez deb o'tgan bo'lsangiz, achchiq kofe tavsiya etiladi. Jismoniy mashqdan oldin ichish. Bunda ko'pincha energiya darajasini oshiradi, glikogen zaxirasini, ya'ni mushaklardagi va jigardagi glikogen zaxirasini tejaydi va bu holatda qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Keyin sut qo'shmasdan ichadiganlar ba'zida sutga, ya'ni laktozaga tolerantnisi yo'q odamlar ham sut qo'shmasligi mumkin. Sabab ko'pincha laktozaga tolerantnisi past odamlarda sutli kofe ichgandan keyin ichi buziladi. Eslatib o'tamiz, agar kofe ko'p miqdorda ichilsa, taxminan 1 kunlik kofein chidamliligi kishilarda yosh kattalarni va yurak kasallarini hisobga olmaganda sog'lom odam uchun taxminan 300-400 mg. Bu degani taxminan 4 dan 6 chashkagacha kofe degani bu qanaqa achchiq tayyorlanishiga qarab turib farq qilishi mumkin. Masalan, espressolar bo'lsa kamayadi, sabab espressolar tarkibida ko'proq kofein saqlanadi. Shuning uchun eslatib o'taylik, yurak urishini tezlashtirishi yoki oshqozoningizni bezovta qilishi, agar kofeindan zaharlangan bo'lsangiz, boyidagi ko'ngil aynish, qusishlar ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun kofe ichayotganingizda kundalik dozaga e'tibor bering. Keyingisi sutli kofe. Agar siz yumshoqroq ta'mni afzal ko'rsangiz, achchiqni yoqtirmasangiz, unda sut qo'shishingiz kofening achchig'ini kamaytiradi va ancha yoqimliroq bo'ladi. Bu yana yuqorida aytib o'tganimizdek ta'bizga bog'liq. Bundan tashqari sut qo'shib ichishning bitta afzalliklaridan bittasi sut tarkibida kalsiy va oqsil saqlaydi. Natijada uni ichganingizdan keyin sizni tanangizga kalsiy va oqsil kirishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa bu bolalarda, ya'ni yoshroqlarda va keksalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Lekin albatta bolalarga va yosh kattalarga kofe ichayotganda tarkibidagi kofeinning miqdoriga e'tiborli bo'lish kerak. Keyingisi, kofeni sekinroq so'rilishini istasangiz, sut kofening ta'sirini yumshatadi va sekinroq so'rilishiga olib keladi. Agar oshqozoningiz uchun bo'ladigan bo'lsa, achchiq kofega qaraganda sutli kofe oshqozonni kamroq bezovta qiladi. Qisqa qilib aytganda, agar kunning boshida energiya va diqqatni oshirmoqchi bo'lsangiz, achchiq kofe foydaliroq. Agar siz yumshoqroq, dam olishga mos ichimlik xohlaydigan bo'lsangiz, unda sutli variantdan ichishingiz mumkin bo'ladi. Lekin yuqorida aytdik, sutli variantda ko'proq kaloriya saqlaydi. Shakar qo'shsangiz, uni kaloriyasi yanada ko'payadi. Sut yog'lilik darajasiga qarab turib, kofening kaloriyasi oshadi. Shuning uchun agar siz kalorik budjetingizdan chiqmaslikni xohlasangiz, sut qo'shmang. Agar kalorik budjetingiz bemalol bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol sut qo'shib ichishingiz mumkin bo'ladi. Lekin shakarni albatta chegaralang. Kofeni aksariyat holatlarda obedga 2 dan keyin ichmaganingiz ma'qul, sabab u kechqurungi uyqungizni yomonlashtirishi mumkin va ko'pincha suv ichishni normada qilish kerak bo'ladi kofe ichgan odam, chunki siydirishi mumkin kofe va tanani suvsizlantirishga ham olib kelishi mumkin. Jigar kistozini davolash mumkinmi? Bu xavfli kasallik emasmi? Jigar kistozlari, ya'ni yaxshi sifatli oddiy kistalar ko'pchilik holatlarda xavfli bo'lmaydi va ko'pincha tasodifiy ultratovush tekshiruv orqali aniqlanadi. Ammo ularning turi, o'lchami va joylashgan joyiga qarab turib davolashga ehtiyoj bor yoki yo'qligi belgilanadi. Kista yoki kistozlar nima va qachon xavfli hisoblanadi? Oddiy noparazitar, ya'ni parazit bo'lmagan kistalar tiniq suyuqlik bilan to'la bo'ladi. Odatda kishida hech qanday belgilar bo'lmaydi. Parazitar kistalar, masalan, echinokok kistasi jiddiyroq bo'lishi mumkin va maxsus davolashlarni talab qiladi. Katta kistalar, bular aksariyat holatlarda 5 sm va undan baland kistalar hisoblanadi. Bosim bo'lishi yoki a'zolarni siqishi, ba'zida og'riq, ko'ngil aynishi yoki jigar faoliyatiga u yoki bu darajada ta'sir qilishi mumkin. Ko'p sonli yoki o'sayotgan kistalar polikistoz holatida jigar faoliyatini pasaytirishi mumkin. Davolash usullari. Kichik simptom bermaydigan kistalar uchun faqat ultratovush orqali 6-12 oy davomida kuzatuv bilan kifoyalanish mumkin. Katta, bemorni bezovta qiladigan kistalarda punksiya orqali kistani ichidagi suyuqlikni chiqarish yoki jarrohlik yo'li bilan uni olib tashlash talab qilinishi mumkin. Parazitar kistalarda antiparazital davo plus jarrohlik qo'llanilishi mumkin. Jigarni polikistozda esa dorilar bilan simptomlarni nazorat qilish va ba'zi og'ir holatlarda jigar transplantatsiyasi talab qilinishi mumkin. Yaxshi yangilik, agar kista bitta, kichik va bemorni bezovta qilmaydigan bo'lsa, bu holatda ko'pincha hayot sifati va uni uzunligi o'zgarmaydi va bemor to'liq sog'lom hayot kechirishi mumkin.
jigar yog' bosishini qanday davolanadi? Ekrandagi video orqali bu haqida bilib oling. Salomat bo'ling.